Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hasanjon, mana shu bugun ukajonim meni bir joyga olib keldi. Aka, yuring. 50 ming yil oldin kelib tushgan asteroid topdim, boraylik oldiga deb qo'ymay olib keldi. Mana shu yerga shunaqa joy bor ekan. Mana shu tepalikka. Mana shu tepalikka shunaqa joy bor ekan. Mana Arizona shtatida. Mana shu cho'llar onasini deymiz. Mana shu cho'llar nima? Mana shu o'sha meteoritga chiqish yo'li ekan. Yur. Mana shu joy ekan. Shularmi o'zi? Yuqoriga sezam ishlamay ekan. Ha, senga ham yo'qmi? Mana yuqori. Hali biz yuqoriga chiqqanimiz yo'q. Ha. Mana. Yo'l yuqoriga chiqamiz. Qaysi eshik bo'lsa? Mana oyga birinchi chiqqan inson qadami. Osmondan tushgan haqiqiy toshmi shu? Mana biz mana shudan yuqoriga qarab chiqdik. Yuqoridan chiqib kelib mana ko'z bilan qarasa qaranglar. Voy katta joy ekan. Weighing over 300,000 tons. That's more than 3 fully loaded naval aircraft carriers, traveling at a speed of 26,000 miles an hour. When you combine the speed with the weight and density and the angle it hit at, on impact, 80% of that meteor was vaporized. The remaining 20% broken in pieces was shot up. 45 metr bo'lgan tosh, 45 metr bo'lgan tosh havodan kelib tushgan. 45 metr bo'lgan tosh bulutning orasida bo'lgan vaqti yana mayda bo'lib kelib yerga tushgan. Avval ketdi anaga. Chuqurligini qaranglar. Ya Allohim. Bulutning orasiga bo'lganda 45 metr bo'lgan tosh yerga kelib tushguncha havoda yonib, kuyib, u yana kichirayganda, yana 10 metr bo'lganmi, 5 metr qolganmi. O'sha tosh kelib tushgan 50 ming yil oldin. Chuqurligini qaranglar. Chuqurligi qancha bo'lsa asan? Taxminan. Qancha? Chuqurligi taxminan 50 metr. Qarang, odamni hisoblaydi. Chuqurligi taxminan 100 metr bormi? Endi odamlar hisoblab ko'ring, odamni videoga olib. Ha, chuqurligi mana. Mancha moshinchami nima? NASA anaqasi o'zi kerak-da. Hey guys dedim bizga. Bizdan chaqiryapman. Raketda yer. Ha. Hasan, bu toshmi, nima deb o'ylaysan? Temirmi? Ha? Nima bo'lishi mumkin? Toshga o'xshaydimi shu? Ha? Yo'q, ha? Temir, ha?
this happen again. It will happen again unless we choose to do something about it. Orbiting a sun besides us, millions of asteroids, like the asteroid belt that's between Mars and Jupiter. In our neighborhood, there's a lot of other asteroids that are whizzing past us. These are the asteroids that cross the Earth and occasionally into it. We've only surveyed about 1% of the sun.